Aynen mana shu videoni siz hech kimga tarqatmaysiz. Ha, to'g'ri, balki o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Lekin hurmatli vatandoshim, bu videoni tarqating. Bu foydali bo'lsin. Bitta tarqatgan mana shu videoingiz ham qaysidir ma'noda siz uchun savob, o'rtoqlar. Ko'p ota-onalar aynan mana shu narsadan ogoh bo'ladi. Lekin siz ba'zi bir odamlar bu ishni qilmaysiz. Nega? Nimaga? Nima uchun erinasizmi? Qayerdagi bir faxshni, bir tentak, bir tupizmga yetaklaydigan videolarni bir-biringizga tashlaysiz-ku. Qanaqadir oldi qochdi videolarni bir-biringizga tashlaysiz-ku. Buni tasha olmaysiz. Ha, siz erinasiz bunaqa videolarni tashashga. Yoki like bosishga, yoki bitta obuna bo'lib qo'yishni ham hattoki qizg'anasiz. Shunaqangi kibringiz, shunaqangi ichingizda bir maraz odam borki, bilmadim. Assalomu alaykum o'rtoqlar, kanalimizga xush kelibsiz. Albatta obuna bo'ling va bizni kuzatishni davom eting. O'rtoqlar, birinchi o'rinda mana bu videoni birgalikda ko'ramiz. Ushbu videoni ko'rdingiz o'rtoqlar. Bu juda ham og'riqli, juda ham. Birinchi tarafdan video tarqalib ketgani va uni oila a'zolariga bo'lgan qaysidir ma'noda sharmandali holat. Ikkinchi masala esa bu bolalarning tarbiyasi. Xo'sh, aynan mana shu bo'lgan ishlarga kim aybdor? Kimlarning aybi katta? Birinchi o'rinda ilmsizlik. Eng birinchi o'rinda ilmsizlik turadi o'rtoqlar. Ikkinchi o'rinda esa ilmsizlik turadi o'rtoqlar. İkinci o'rinda ham ilmsizlik turadi. Farzandlar tarbiyasi bu juda ham og'ir bir masala o'rtoqlar. Mana ahvolni ko'rib turgan bo'lsalaring, yosh bolacha, yosh qizcha bilan nima qilib turganini ko'rib turibsizlar. Ular bu narsalarni qayerdan o'rgandi? Qayerdan bildi? Ko'zi qachon ochildi? Va nega yosh bolalar nazoratsiz qolgan sizningcha? Ular bir-biri bilan qanday topishdi? Yoki mana bu orqali, yoki-da tarbiyasizlik oqibatlari mana shunday holatga keltirdi ularni. Ha do'stlar, bolalar buzilib ketdi. Hammasi ham emas, lekin ko'pchiligi, juda ham ko'pchilik qismi, juda ham ko'pchiligi. Nimaga? Chunki ota-onalar mana bu matoqni bolani yoshligidan olib berib qo'yyapti. Ha, ota-onalar bu telefonni oddiy narsa deb o'ylayapti. Shunchaki telefon. O'ynaydi, ko'radi videolar. Bilmaydiki bolasini mana shunday tarbiyasizlikka yetaklayotganini. Telefonni olib berib qo'yib yana nima deyishadi? Nima deyishadi? Topingchi. Nega meni bolam bunaqa bo'lib ketyapti? Nega meni bolam bunaqa? Nega meni bolam mana bu ishni qila olmaydi? Nega meni bolam mana bu narsani o'rgana olmaydi? Nimaga esida qolmaydi? Nimaga bir ish aytsam vaqtida qilmaysan? Mana shunaqa holatlarga kelishadi. Bu telefon yosh bolani ko'zini shunaqangi katta qilib ochadi, katta qilib. Buni ota-onalar ko'pchiligi hali ham tushunmaydi. Hurmatli ota-onalar, mana shu videoni hech kim tarqatmaydi. Bir ko'rsa bir, menimcha bir 10 mingta, 15 mingta odam ko'rishi mumkin, yana bilmadim, balkim ko'payib ketar. Lekin hech kim like bosib, mana shuni muhokama qilib, hech kim tarqatmaydi. Chunki aksariyat odamlarga nima kerak? Fahsh, jindalik, kulgili narsalar o'tiribchi, kulgili narsalar ko'rib o'tirsa, jindaliklarni ko'rib o'tirsa bo'ldi. Mana shunaqa odamlarning miyasi manqurtlashib ketganmi bilmadim. Farzandlar tarbiyasiga e'tibor bering. Ularga telefon olib bermang. To vaqti kelmaguncha, to yoshiga yetmaguncha ularga telefon olib bermang. Shunaqa ota-onalar bor, farzandini tug'ilgan kuniga korobkalarga o'rab, surpriz qilib, syomkalar, nima qilyapsiz? Bolangizni nimaga jarlikka otyapsiz? Butun dunyo hozir uje jarlikda. Hammani miyasi band. Hammani qarashlari, dunyo qarashlari, nigohlari, xayollari band. Nima bilan? Telefon bilan, reelslar bilan, ijtimoiy tarmoq bilan, bema'ni videolar bilan, faxshlar bilan band o'rtoqlar. Bu faxshlarni kim tashkillashtiryapti? Kim qilyapti? Albatta o'sha masxarabozlar ijtimoiy tarmoqda, Instagramda chiqayotgan
masxarabozlar. Ular bitta bahona, odamni kuldirish kerak, umri uzoq bo'ladi odamni kuldirsa, biz hazil qilyapmiz. Bunda yo'q, siz farzandlarimizni, bolalarimizni shunaqangi yomon yo'llarga yetaklayapsiz. O'zingiz ham bilmaysiz. Lekin erta javob berasiz. O'ylamang, bu narsalar qolib ketmaydi. Har bir nuqta virguligacha yoziladi va siz har bir olgan mana shunaqa kulgili vaynlaringiz uchun, fahsh vaynlaringiz uchun, qanaqadir kurakda turmaydigan gaplaringiz uchun o'sha kulgili qilib sharmandali 18+ ga o'xshagan vaynlar olasizlar-ku. Ana shunaqa vaynlaringiz uchun, odamni vaqtini o'g'irlaganingiz uchun javob berasiz. Bu narsadan qochib qutula olmaysiz. O'ylamang qochib qutulaman deb. Ayollarni olib chiqib g'alati videolar olganlaring uchun hammalaring javob berasizlar, hurmatli o'rtoqlar. Umuman olganda hammamiz javob beramiz. Har bir qilgan ishlarimiz uchun, yomon ishlarimiz uchun. Lekin sizlarni aynan mana shunaqa fahsh targ'ibotlaring, kulgili, sharmandali, bachkana, masxaraboz farzand tarbiyalariga ta'sir qiladigan vaynlaring uchun menimcha o'lsalaring ham javob berib yotasizlar. Chunki videolaring ijtimoiy tarmoqda qolib ketadi. O'zimizga bitta savolni berib ko'raylik. Bitta savol bering o'zingizga. Bizni farzandlarimizni kim tarbiyalaydi? Ular dunyoga keldi, tug'ildi, ana beshigida yotibdi. Ular ijtimoiy tarmoqlarga kirishni bilmaydi. Telefon ishlatishni bilmaydi. Yaxshi va yomonni ham ajratishni bilmaydi. Bu dunyoga nimaga kelganini bilmaydi hattoki. Bularni barchasini kim o'rgatadi? Albatta ota-ona. O'rtoqlar, ota-ona o'rgatadi. Va qaysidir ma'noda atrof muhit, uni uyida nima bo'layotgani, uni otasi qanaqaligi, uni onasi qanaqaligi. Mana shuni hammasi farzandga qanaqa bo'lishni belgilaydi o'rtoqlar. Bugun ko'p ota-onalar, ayrim juda ham lekin ko'p sonli ota-onalar farzandlariga telefon olib berib qo'yadi. Shu menga xalaqit bermasin bo'ldi deydi. U nima ko'ryapti, nimalar bilan band, nima qilayotgani haqida umuman qayg'urmaydi. Qizig'i yo'q, chunki ular o'zlari ham telefon bilan band. Hammasi telefonlar bilan band. Keyin nima bo'ladi? Borgan sari, vaqtlar o'tgan sari farzandlaringiz har xil fahshni ko'radi, vaynerlarni ko'radi. Hadis kulgili kulib o'tiribdi deysiz, yo'q. Uni miyasi boshqacha ishlaydi. Farzandlar siz aytayotgan narsani ilmaydi. Ey, mana buni qilma, bu yomon narsa. Ey, mana buni qilma, bu yomon. Siz o'zingiz ko'rsating. Masalan, telefon ko'rmang farzandingizning oldida. Umuman ko'rmang. Kitob o'qing, ilm oling. Farzandingizga telefon olib bermang. Farzandingiz o'sha telefondagi fahshlarni ko'radi, vaynlarni ko'radi, hamma balolarni ko'radi. Farzandning tarbiyasiga yomon ta'sir qiladigan narsalarni ko'radi-da, keyin vaqt o'tgan sari xuddi videoni boshida ko'rganingiz yosh bolalar bir-biri bilan quchoqlashib, so'rishib turgan narsalar nima bo'ladi? O'shanaqa holatlar yuzaga keladi. Va siz qaysidir ma'noda sharmanda bo'lasiz. Mana shunday videongizni yana bir tarbiyasiz inson suratga olib tarqatib yuboradi. Shu narsani tarqatib yubormasdan ota-onani o'ziga ko'rsatsa bo'lardi-ku. Shu narsaga chora ko'rishardi. Ha, bilmadim, balki bu qaysidir ma'noda yaxshi hamdir. Lekin hech bo'lmaganda bolachalarning yuzini berkitish kerak edi. Shu narsani qilish kerak edi. Hurmatli ota-onalar, hushyor bo'ling, siz o'ylamang, meni farzandim unaqa emas deb. Siz bilmaysiz. Hozir aksariyat ota-onalar o'z farzandini bilmaydi qanaqaligini. Bilmaydi. Telefon bu oddiy o'yinchoq emas, ota-onalar. Telefon bu oddiy narsa emas. Agar siz farzandingizga telefon olib berdingizmi, bo'ldi. Farzandingiz sizni hattoki ba'zida bor yo'qligingizni ham his qilmaydi. Siz nima deyapsiz? Ha, bo'ldi deydi-da, lekin telefon bilan band bo'ladi. Telefonni ichiga shunaqangi kiradi, u telefonning ichi nima? Deyarli cheksiz informatsiyalarga to'la, ma'lumotlarga to'la. Qanaqa ma'lumotlar? Farzandingizga qanaqa ma'lumotlar yoqadi? Albatta jinni tentak, nafsga yoqaydigan videolar, albatta jinni tentak, fahshga botgan har xil masxarabozliklar bo'ladi. Shuning uchun farzandingiz voyaga yetganda, o'qishlarini o'qib, o'zini taniganda telefon olib bersangiz albatta maqsadga
muvofiq bo'ladi. Farzandingizga yaxshilab tarbiya bering, ilm bering, farosatni o'rgating. Ha, gapirsa gaplar ko'p. Bu haqida hali yana alohida katta ko'rsatuv tayyorlaymiz. Mana shunday foydali bo'lgan kontentlarga obuna bo'linglar, o'rtoqlar. Like bosinglar va tanish-bilishlarga jo'nating. Zero dars bo'lsin.